Keling mayli bir dostondan bir boshlab qo'yaylik. Bundan keyin mana ustozlar kelgan. Navbat olib beramiz. Javli baxshi ustozniki to'qqa chavadigan ochga bo'lmaydiki bizga deyapti. Chambil degan el bor edi. Chambilda bir Go'rol Sultonday zo'r ul bor edi. Sirtini olgan 4,5 taka turkman el bor edi. Topxonasida tov bor edi, zarxonasida zar bor edi, qo'ynida qo'sha yori bor edi, nomus bilan ori bor edi. 7 xazina puli bor edi, sirtini olgan 46 gala botir o'gay o'li bor edi, 2 gana guli bor edi. 4,5 taka turkman yeli bor edi. Bir tog'asi bor edi, otin deredi Ahmad, qilgan ishi tuhmat, hech kim aytmagan unga rahmat. 2 tishi dirday bo'lgan, og'zi o'yilgan go'rday bo'lgan, peshonasi tirishgan, iyak boshi birishgan, sahar joydan to'rkasa toyim bilan urushgan. Sahar vaqti bo'lganda Go'rolga bir salomga keldi. Ey Go'roljiyan, 40 yildan beri mamlakatga podshohlik qilyapsan. Men bo'lsa 46 gala botiringa lashkar boshchilik qilyapman, lekin shulardan bir nayiga 5 deyapman. Ha desang Chambilding nimasi ko'p, darvozasi ko'p, birovni ixtiyor bersang borib bir qorovul qilsam. Deb ana shunda darvozaning qorovulligini birovni olib, bir cho'bratning beliga minib Ahmad Sardor darvozaga qorovullikqa borib bersin. Bot degan mamlakatning egasi Mahmudxon bir kechada mamlakatdan ayrilib, usta qanotdan qayrilib, jirsa tuyoqdan tayrilib, bir kechada mamlakatidan ayrilib, qalendar sifat bo'lib kiyinib olib, bir cho'bratning beliga minib, bir buloqning bo'yiga kelib toza tarattu qilib, 2 rakat namozni o'tib ketgan aziz o'lilarning haqqiga bag'ishlab, yana 2 rakat namozni o'tganlarning haqqiga bag'ishlab, Xudoga bir nola qildi. 5 vaqt namozni o'qigan bo'lsak, ro'zani tutgan bo'lsak, mamlakatni qo'yday qilib terbatib jotib bir kechada ayrilib qo'ydik. Bizning qan gunohimiz nima etdi shunda? Ko'ziga bir bobo ko'rindi. Oq sallali, oq jelakli, oq soqolli. Ey Mahmudxon otimining 7,5 gaz bo'ldi, Qilichtalin 40 gaz bo'ldi. Chambil degan yeli bor, Go'rolday zo'r uli bor, sirtini olgan 4,5 taka turkman yeli bor. Boshingizni ip olsangiz mamlakatingizga sholab beradi debdi, ko'zdan qo'yib bo'ldi shunda. Otimiz 7,5 gaz bo'lgan, Qilichtasa 40 gaz bo'lgan. Chambilding mamlakatiga qaratib haydab boryapti, yuragi bo'lsa qaynab boryapti. Ana shunda Ahmad Sardorning qulog'iga bir oting dipiri, 1000 oting dipir deb boraver. Shunda Ahmad Sardor ochilib ko'z solmasa, bugun mening ajalim to'lmasa, qo'liga bir durbin olib qarasa bir ot kelyapti. Kelay, mening otim Ahmad, qilayshi mehmonga tuhmat. Qo'rqoq bo'lsa iziga qaytib ketadi. Shul deb kelayotgan mehmonga qarab, oyoqni zangatirib, mo'ylovni bir-iki burab, ot chilovin saqla deyman mehmonjon. Ahmad Sardor dedi Chambilda meni deb kelayotgan mehmonga siyosat qilyapti. Qancha yer ekan deydi.
kayımdan soğulup olaman tilimde. Yeşitmayman mehman senin sözünde, tanımayman ben mehman yanım özünde. Sen beni baksan mehmana bozsaranday bozunda. Ay açılavın sağladayman mehman ya. Hayallatmay kipriginde kalkması boyu balaman közümde. Selab yalanda açılavan sağladayman mehman ya. Mata deb jillataman kurbanında bolangda. Sanlarımda ben bilmeymen yerlerinde zorunda. Tartıp alamam mehmana atısı da barında. Ayım açılavan sağladayman mehman ya. Anne kayımla olan bana oğlum yatan yarım. Çeçenlerde gapga ulaşır, mert adamın tergeyi bular evvelişi. Mehman ayı vardı Ahmet Sardar Davuşu. Ammaylar panada, halim bilgen donada, kula salgan işkeye. Ahır adam künede, ya bismillah deb qadama mehman amatga jo'nadi. O'qiy bilsang qoyil bo'lar zeyniga, yelak desa yarashadi eyniga. Nima savdo yozildi Ahmad Sardar bo'yniga, ya bismillah deb mehmonlar o'tdi Ahmad kiyniga. Kılıçtık sermediler boynuğa. Çekiç çambar kulakta, mertler kılar tilekte. Ahmet Sardar kelleni kışaytı, cılıp gitti bir kulaktı. Belantanlar koyadı, çokçuların kurusun, cumar közlü koyadı. Ahmet Sardar'dı mehmanım kızıl kanla boyadı. Bakşılardan çetkenleri namadı. Aytay besek Şakirbay'dan ormanları kamadı. Cavlı bakşı usta Şakir daima açma tokma yıkavgayam çabadı. Kıldım bugün sıhbatı, bu sıhbat hem ganimetті. Mabat kılayıp taya sırxandar ya yeleti. Kelin dudum buram ustazga berayık navbati.